Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyemizni başlaymiz. Leksiyada size Hacı Roza Washington'da sözleyimiz. Bugün çislagı 2022 yıl 5. ayının 19. günü vatandaş. Vaziyet Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bugün Osiyoga ziyoratga chiqdi. Yaponiya, Koreya, Tokyoda 4 davlat yig'ini, ya'ni 4 davlat boshliqlari bilan uchrashdi. Uning kaynida hozir Osiyoga yetib keladiganini, Osiyo endi Tinch okean siyosatining o'zgarishi va Osiyo endi Tinch okean rayonida iqtisodiy ramkaning tiklanishi va shuning oldingi yurar siyosatlari o'tirg'i chiqishi mumkin vatandosh. Bugün sizlarga so'zlaydiganimiz dal mushu siyosatlarni davr qilgan holda elib berildi vatandoshim. Anda ikkinchi vaziyat tuyuqsizlar. Jungo tashqi ishlar xizmatlariga mas'ul Yangechi apandi telefon berib Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bilan telefonda so'zlashdi. Mushu mazmunlar asosida vatandoshlarga leksiya so'zlaymiz. Oxirida Xudo xolasa mashin bilan suhbat. Mavzu mundaq, jiddiy vaziyat texmi jiddiylashdi. Prezident Joe Bidenning Osiyo ziyorati qaytadan markazlashtirilib, Jungoga taqobil turishdir. Mavzuli xabar 5. ayning 18. kuni Wall ko'chisi gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Mushu hafta Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden vazifaga o'tirgandan beri tunji Osiyo ziyoratini boshlaydi. Tashqi siyosatning eg'irlik markazini Jungo bilan qarshilashdan iborat tashqi siyosat eg'irlik nuqtasining markaziga qo'ydi. Bundan biron Ukraina urushi portlab, Amerikaning bu muhim masalaga diqqat qilishini biroz chechib o'tgan edi. Prezident Joe Bidenning Osiyo siyosati, Osiyo ziyorati kechiranglar haftaning 4. kuni boshlanadi, ya'ni bugun. Amerika Qo'shma Shtatlari Joe Biden Yaponiyani, Koreyani ziyorat qildi. Amerikaning qadimiy do'sti hisoblangan bu ikki davlat Amerikaning Osiyo ishlariga texmi ko'p aralashishini umid qildi. Prezident Joe Biden Amerikaning Avstraliya va Hindiston bilan bo'lgan munosabatlarni texmi kuchaytirdi. Hamda bu rayonda savdo tijorat, bordi keldi qilish iqtisodiy tashabbusini rasmiy e'lon qildi. Navbatda bu rayonning vaziyati texmi jiddiylashmoqda. Chavshan harbiy qurollarni sinov qilishning darajasini kuchaytirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan haftaning 3. kuni muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. Amerikaning istixborot xabarlari oshkorlandiki, Chavshan balki prezident Joe Biden ziyoratga chiqishdan burun va ziyorat qilish oralig'ida Chavshanda yadro siniqi va raketa siniqi elib berishi mumkin. Jack Sullivan yana mundaq ko'rsatdi. Biz hozir tuyuqsiz yuz berishi mumkin bo'lgan voqealarga taqobil turishga tayyorlab turishimiz lozim. Tayyor bo'lib turishimiz lozim. Koreyada yangi saylangan prezident Yoon Suk Yeol Prezident Biden bilan ko'rishdi. U Amerika bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirishni umid qildi. Bu harakat Chavshanda va uning qo'shnisi Jungoni g'azablantirishi mumkin. Jack Sullivan va prezident Joe Biden hukumatining boshqa amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden aytgandek, demokratik davlatlar bilan mustabid davlatlar o'rtasidagi kurash bu umumiy nishon uchun aytganda Rossiyani cheklash nishoni intayin muhim. Bu ham Jungoga bir signal tarqatdi. Jack Sullivan davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan mundaq ko'rsatdi.
Ukraina urushi sababli Rossiyani embargo qilishda Yaponiya, Koreya va boshqa Osiyo davlatlari qo'llagandek Yevropa ittifoqi bu qatam Osiyo bexatarlik stratejiyasini tuzib chiqdi. Va qaychalashgan munosabatlarimizda buni. Masalan, Yaponiya, Avstraliya qatorliq davlatlar Ukrainaga tajovuz qilgan Rossiyani aybladi. Endilikda Yevropa davlatlari Tinch okean vaziyati to'g'risida strategik siyosat tuzib chiqdi deydi.